saqlash vazirligining tashabbusi bilan malakali mutaxassislar tashrif buyurgan. Bu mutaxassislar yurak qon tomir kasalliklarini erta aniqlash va erta tashxis qo'yish va uni kelajakdagi asoratlarni oldini olish maqsadida bo'lgan tekshiruvlarni amalga oshirmoqda. Asosiy tekshiruvimiz EKG, EKG va angiograf apparatini, mobil apparatini ichida koronagrafiya tekshiruvi amalga oshiriladi. Oqoltin tumani, Sardoba tumani va Mirzobod tumani fuqarolari bemalol murojaat qilishi mumkin. Va tekin holatda EKG, echo va koronagrafiya amalga oshiriladi. Murojaat qilgan edim, shu yuragim bo'yicha mana xavotirga o'rin yo'q deb mana aytdi. Vrachlar yaxshi ekan. Mana hozir men ko'rikdan o'tdim. Hech qanday xavotirli olishga ham o'rin yo'q ekan. O'zimni yengil his qilyapman hozir. Mana tekshirilgandan keyin. Yaxshi. Hurmatli prezidentimizga ming rahmat. Mana shunday sharoitlarda yaratibdi. Doim ular ham ko'p yashin sog'liqni saqlash vazirligiga rahmatnomani bildiraman.